Ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum Chorva biznes kanali obunachilari. Barchamizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Biz Qirg'izistonning O'zgan shahridamiz. Buqalarni, kichkina buqachalarni videosini qildik. Endi sigir bozoriga o'tdik. Bugun hafta kuniga yakshanba 9-mart 2025 sanasida turibmiz. Xudo xolasa chiroyli video olishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Like, podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Qaysi kanal aka? Chorva biznes. Bu uytan qo'yish. Qaysi? Ha. Bo'g'ozmi bu? Yo'q, Enavala, Torpa urg'achi. Enasi qaysi? Buni o'rtada. Ha, bolasi qaysi bu? Bolasi buna. Mana. Aha. O'sha. O oldida turadi, qora torpoq. Aha, qorasi. Erkakmi, urg'ochi? Urg'ochi. Urg'ochi. Narxi necha? Bahasi 95 ming, jaqimi. Ha, 95 ming. Nechinchi tug'ishi? Ikkinchi tug'ish. Ikkinchi tug'ish. Jashmol. Suti qancha? Suti 3 litr bor. 3 litr bor ekan mana. Hurmatli obunachilar. Bu arzon. 95 ming. Chiroyli sigir. Nechinchi bolasi? 2? Uyishdim, qo'y-po'y, mol solchi qolsan tartib reklama berasizda. Bo'ldi. 130 ming narx aytyapti mana hurmatli obunachilar. Ikkinchi bolasi Novos. Past olib. Nech puldan sizga? 115 dan. Ikkalasini ham bolasi bormi? Bunun qaysi kanali? Chorva biznes. Chorva biznes? Ha, Andijonliklar. Birinchi bolasi ekan, erkak. Bizda Novoscha deyiladi, erkak. 115 ming deyaptilar. Hozir bolasini ham olamiz. Boyi 1.15-20 chiqadi. Chorva biznes. Chorva biznes kanali. Nech pul narx aytdingiz? 100 mingdan ekan. Qo'y bilan bor. Qachon tug'adi bu? 1 oyga ketib. 1 oyda tug'adi deyapti. Ular ham ko'rib ol. 100 ming, 15 million deganimiz bizda. Erkakmi? Qurachi? Ikkinchi bolasi ekan. 97 ming narx so'rayapti mana akamiz. Meni ham olib qo'y deyapti. Borar ekan mana. Uyatmaydiganlardan. $135 mingga bermayapti mana shu. Bolasi Novos ekan, erkak. Sigir ishqibozlari uchun O'zgan shahridan videolar hamiz davom etyapti. Bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Takrorlab aytaveramiz, like, podpiska bosinglar deb, sababi bizni videolarimizni YouTube ijtimoiy tarmog'ida ko'pchilik ko'rishiga sabab bo'lasizlar. Rekomendatsiyaga chiqadi. Bizga obunachilar soni ko'payishiga yordam berasizlar. To'rtinchi bolasi Novoscha. 230 ming so'm deyapti, mana ko'ringlar. Sigir ishqibozlari, sut yo'nalishi, orqa ko'rinishi. Mana bolasini ko'ramiz. Nechinchi bolasi bu? Uchinchisi. Urg'och ekani? Nech pul narx aytyapsiz? 130 kammi bu? Suti qancha? 10 chiqib qolsa kerak, litrlayapti, biroq yaxshi. 10 chiqib qoladi deyapti. Boylari 1.25 chiqadi.
Ko'pchilik yuzim olma deyapti, olmayapman. Mana hurmatli obunachilar. Toza shved deyapti. Bu ikkinchi bolasi ekan. 1 metrdan balandroq keladi. Qornida 3 oylik uchinchisiga ekan. 18 litr dedingizmi? 15-16. 15-16 litr. Puli qancha buni? 350? 350 ming. Bizni pulga hisoblab. Ko'ringlar, bo'yi 1.35-40 chiqadi. Bu ikkinchi bolasi, qornida 3 oylik bola bor. Qornida 3 oylik uchinchisi. Arqalarini ko'ringlar, mana. Ular trener bizga Bizda nech pul shunaqa sigirlar? Yozinglar kommentariyaga. Hurmatli obunachilar. Sigir chiroyli qaranglar mana. Qachitlar olgan o'xshaydi. Bolasi nima ekan uni bolasi? Nech pul bo'ldi bu? Amak. Paqir teshar deb aytishami? Ko'ringlar, hurmatli obunachilar, sigir ishqibozlari, sut yo'nalishdagi biznesmen aka-ukalar. Mana bolasi. Bu qanaqa zot? Qirg'iziston o'zgan shahridamiz. Nech pul bo'ldi ekan? Aka nech pul bo'ldi puli? Sotildimi? Nech? 235 ming bu. Bumi? Buchi? Ha, 235 dan ikkita. Nechinchi bolasi ekan nari? Mana bunisi ham. Bo'yi 1.35 chiqadi. Hurmatli sigir ishqibozlari, bu videoni uydagi ayollarga ko'rsatmaysizlar. Sababi mana Qirg'izistonda erkaklar ham sigir sog'yapti deydi. Sizlar ham yordam beringlar deb turib oladi-da. Tushunganlar tushundi bu gapini. Qayra 60 turadi do'kon. 70 ga olsam turdirdinglar. O, mukammallida. Birinchi bolasi deyapti. 170 ga oldim deyapti. Bir haftalik ekan, novvoscha. 170 dedingiz-a, naqin? 200 sotaman. Ha. 70 ga oldilar. Ha, 200 ga sotaman deyapti. Bo'ylar 1.30 chiqadi juda. Baquvvat ekan. Suti. Nech litr? 7-8 bor. 150 ming deyapsan. İkinci bolasi. 125-30 ga yaqin sigirimiz. Chorva biznes. Benim şu pazar adamı sene pazar. 150 ming narx aytyapti. Başka yerden bir ofiste ulaşmaydı. İkinci bolasiga. Urg'och ekan bolasi. Nechinchi bolasi ekan? Birinchi?
To'rtinchi. Bu qancha ekan? Necha pul narx aytdingiz? Oldinglar. 133 bo'ldi. 133. 10 ta bormi suti? 8-10 bor dedi. 8-10 litr bor ekan. 4-chi bolasi. Bo'yi 1.25 chiqadi. Mana hurmatli obunachilar, bu birinchi bolasi ekan. 120 ming. Bunisi 4-chi bolasi ekan. Bu 130 ming. Uzoqcha charchabdi. Ot olyapti. Besh 6 litr suti bor deyapti. 4-chi tug'ishi bo'lsa ham. Bunisi nechta beradi? 3 ta 4 ta beradi? 7-8 ta. Bunisi birinchisiga Novvos bolasi 7-8 ta suti bor deyapti. Menga kichkina ko'rinadi. Sakkiz kishimikan? Bolasi Novvos, erkak 3-chi bolasi. Necha litr sutga beryapsiz? 5 litr. 350 ming dedingiz, narxi? 150 ming? 150. Os bolasini olamiz. Olib o'ynak. 74 mingga baraka bo'ldi birinchi bolasi mana. 1.5, 1.10 chiqadi, enasi kichkinagina ekan. Ochig'ini aytsam, Qirg'izistonda sigirlarni juda katta tasavvur qilgandim. Bor ekan kattalari ham. Lekin bularni ko'rib hayron qolyapman.